Nuriddin Abdurahmon Jomiy, fors tojik shoiri, Naqshbandlik tariqatining yirik vakili. Abdurahmon Jomiy taxallusi. Asl ismi sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad. 1414-yil noyabrda Nishopur yaqinidagi Jom shahrida ruhoniy oilasida dunyoga keldi. Jomiyning ota-bobolari asli Dashtdan bo'lib, Jomda, keyinchalik Hirotda hayot kechirishgan. Jomiy madrasa yoshidan ancha erta Hirotdagi Dilkash madrasasiga kirib, o'z davrining taniqli til va adabiyot olimlari, mudarrislari qo'lida tahsil olgan. Shu davrdan boshlab u arab tilini mukammal o'rgana boshlagan. Keyinroq Jomiy o'z bilimini oshirish uchun Samarqandga keladi va Ulug'bek madrasasida buyuk falakiyotshunos Qozizoda Rumiy, Aliqushchi, fiqhshunos Fazlulloh Abullays kabilardan ta'lim oladi. U o'ziga pir qilib Shayx Sadiddin Qo'shg'ariyni tanlaydi. Hirotning Jomiy masjidida uning suhbatlarini tinglaydi. Abdurahmon Jomiy 3 ta devon tuzgan. 7 avrang, 7 taxt dostonlar turkumini tuzdi. Shuningdek, diniy falsafiy mazmundagi asarlar ham Abdurahmon Jomiy ijodiga katta o'rin egallagan. Shavohid nubuva, payg'ambarlikka dalillar, Naqshband ta'limoti haqida risola, haj qilish yo'llari haqida risola, xo'jalar tariqati haqida risola va boshqa asarlarida islom dini, tasavvuf falsafaning asosiy masalalari yuzasidan o'z fikrini bayon etgan. 1474-yildan uning adabiyotshunos sifatida ijodining eng gullagan pallasi boshlanadi. Bunga 1475-yil yozilgan Sirlar dengizi va Ruh yog'dusi diniy falsafiy qasidalari ibtido bo'lib, ularda ijodkor Ibn Sinoning aql-idrokka asoslangan nuqtai nazariga qarama-qarshilikni qizil chizgilarda ifodalagan. 1476-yil, 1478-yillar oralig'ida u Muqaddas dargohdan Do'stlik shamoli nomli to'plamini tuzgan bo'lib, undan sufiylik avliyolarning tarjimai holi o'rin olgan. 1480-yil, 1487-yillar Abdurahmon Jomiyning qalamiga mansub 7 toj deb nomlangan dostonlar majmui birin-ketin yoziladi. 1481-yil, 1482-yillarda yozilgan Oliyjanoblarga tortiq dostoni pand nasihat, oshkoralik xarakteridagi 20 ta masalni o'z ichiga olgan. Abdurahmon Jomiy ijodiy merosining so'nggi yillari Bahoriston dostoni, 3 ta lirik devon va musiqa hamda risola bilan boyitilgan. Ulug' shoir Abdurahmon Jomiy 1492-yil 8 noyabrda Hirotda vafot etgan.